Mijozlari uchun Larapiana brendidan premium kачествоda qo'y terisida ishlangan mana shu lofer modellarimizdan narichida kirib keldi. Buni qo'y teriligini qattan bilsanglar bo'ladi. Hozirlarga ko'rsataman. Imенно kачествоsi yaxshi varianti. Zamishi kalta bo'ladi, tuklari kalta bo'ladi и ikki tomonga qilganinglarda tovlanadi. Ya'ni ikkita rangga o'zgaradi. Mana bundoq qilsanglar boshqa rang, bundoq qilsanglar ochiqroq rang bo'lib qoladi. O'shandan ham bilsanglar bo'ladi. Undan tashqari, вот qaranglar, mamatida ichlari ham kojinniy bo'ladi. И mamatini his qilasizlar, что sezasizlar yozuvlarini o'shab ko'rganinglarda italyanskiy modellarda shunaqa bo'ladi. Orqa variantlari ham kojinniy bo'ladi. Orqasiga отдельно koja qo'yilmagan, даже stelkalarigacha koja bo'ladi. Undan tashqari stelkasini olib qo'ysanglar bo'ladi bemalol, chunki ichida qishda что zimniy variantini qo'yib olish uchun yoki stelkasini alishtirish uchun bemalol yechib qo'ysanglar bo'ladigan variantda bo'ladi. Bizda buni hozir 3 xil varianti bor. Qaranglar, qora kolokolchikli varianti, siniy kolokolchikli varianti, также розовый. И без колокольчик variantidan rozoviysi bor, krasnoysi bor, shunaqa. И mana bunaqa ivory bejevый rangidan bor, shunaqa kачествоsi zo'r. Podoshvalari geleviy bo'ladi, juda ham удобный. Agar buni oppog'i bo'lsa, bu degani kачествоsi yaxshi emas degani. Bu mana shunaqa rezinoviy geleviy variantdagi kачествоsi. Bemalol do'kondan nalichda xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari buni o'zini shunaqa premium korobkalari, paketlari bilan bo'ladi. Paketlarni hozir biz отдельно olib qo'ydik. Ichida mana shunaqa qopchalari, kartochkalari, hamma narsasi bo'ladi.